Assalomu alaykum. 2026-yilda uy qilaman, mort qilaman deganlar uchun, uyimni nimadan qilsam, qanday mahsulotdan qilsam deganlar uchun, hop, o'zimiz planlarimizni taklif qilamiz. Hozirda 2026-yil 18-mart holatida yuklar tushib turibmiz. Ko'rishingiz mumkin. Aklarimiz bu yerda tushyapti. Hop, bizni bloklarimizni afzallik tomoni, hop, yaxshi sortli gips birinchi o'rinda, ko'rishingiz mumkin. Buxorodan kelib turibdi. Ustakamiz hozir issiqligi, qaysi darajada qaynoqligini aytadi. Aka, qanday chiqyapti ishlari? Issiq. Свежий. Bu tomonda skratimizga atlarimiz tushishyapti. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu o'sha Lum bozorga chiqadigan gipsimiz 20 kilolik. Buni tomga chiqarish oson bo'ladi. Hop, bu tomonda sementlarimiz. Sementimiz ham oddiy sement emas. 450 markali, Avsahi, yaxshi sementdan. Hop, ko'rishingiz mumkin. Yana ham kelib blogimizni ko'rib, sifatini tekshirib olaverasizlar. O'zi ko'pchilik bizning blogimiz sifatini biladi. Telefon qilishingiz uchun telefon nomerlarimizni pastga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.